Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz algoritmlarni ifodalash usullari. Algoritm tushunchasi va uning ahamiyati. Algoritm muayyan masalani yechish uchun qadamlar ketma-ketligi. Algoritmlar kompyuter dasturlashning asosini tashkil etadi. Ular kundalik hayotda ham muhim rol o'ynaydi. To'g'ri algoritm yechimning samaradorligini oshiradi. Algoritmlarni ifodalash usullari. Birinchisi, so'z bilan ifodalash, tabiiy tilda qadamlarni bayon qilish. Ikkinchisi, grafik usulda vizual tasvirlar orqali algoritm tuzish. Uchinchisi, pseudokod dasturlash tiliga yaqinlashgan, lekin sintaksisga rioya qilmaydigan ifoda. To'rtinchisi, dasturiy kod muayyan dasturlash tilida yozilgan algoritm. So'z bilan ifodalashning afzalliklari va kamchiliklari. Afzalliklari: tushunarli, sodda va hech qanday maxsus bilim talab etmaydi. Kamchiliklari: noaniqlik, uzun, mashina uchun tushunarsiz. Katta hajmdagi algoritmlarni ifodalashda noqulay. Formal ta'rif yo'qligi sababli xatoliklar ehtimoli yuqori. Grafik usul. Blok sxemaning elementlari: boshlash, tugatish, jarayon, shart, kiritish, chiqarish. Pseudo kod afzalliklari va qo'llanilishi. Afzalliklari: aniq, ixcham, dasturlash tiliga yaqin. Dasturiy kodga o'tishni osonlashtiradi. Kamchiliklari: sintaksisni bilish talab etiladi. Mashina uchun tushunarsiz. Algoritmlarni amalga oshirish. Dasturlash tili Python. Afzalliklari: o'qilishi oson, ko'plab kutubxonalar bor. Kamchiliklari: tezligi boshqa tillarga nisbatan pastroq. Java. Afzalliklari: platformalararo keng qo'llaniladi. Kamchiliklari: murakkabroq sintaksis. Algoritmlarni taqqoslash mezonlari. Vaqt bo'yicha murakkablik. Algoritmning ishlash vaqti kirish ma'lumotlarining hajmiga bog'liq ravishda qanday o'zgarishini baholash. Xotira bo'yicha murakkablik. Algoritmning ishlashi uchun zarur bo'lgan xotira hajmini aniqlash. Xotiradan samarali foydalanishni ta'minlash. Aniqlilik. Algoritmning har doim to'g'ri natija berishini tekshirish. Xatoliklarni minimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rish. Samaradorlik. Algoritmning tezligi va resurslardan foydalanish darajasini optimallashtirish, yaxshiroq natijalarga erishish uchun. Algoritmlar misollari. Saralash algoritmlari. Pufaksimon saralash eng oddiy saralash algoritmlaridan biri, lekin katta hajmdagi ma'lumotlar uchun samarali emas. Tezkor saralash o'rta holatda eng tezkor saralash algoritmlaridan biri. Rekursiv yondashuvga asoslangan. Birlashtirib saralash barqaror saralash algoritmi ma'lumotlarni kichik qismlarga bo'lib, keyin birlashtirish orqali ishlaydi. Qidiruv algoritmlari. Chiziqli va binar qidiruv. Chiziqli qidiruv elementlarni ketma-ket tekshirish orqali amalga oshiriladi. Tartiblanmagan ma'lumotlar uchun mos keladi. Binar qidiruv tartiblangan ma'lumotlar uchun samarali. Har bir qadamda qidiruv diapazonini 2 baravar kamaytiradi. Algoritm tuzish bosqichlari. Masalani tahlil qilish, masalani mohiyatini tushunish, kirish va chiqish ma'lumotlarini aniqlash, cheklovlarni belgilash. Algoritmni loyihalash. Masalani yechish uchun qadamlar ketma-ketligini aniqlash. Blok sxema yoki pseudo kod yordamida algoritmni ifodalash. Dasturni kodlash. Algoritmni muayyan dasturlash tilida kodga aylantirish, sintaksis qoidalariga rioya qilish va xatoliklarni bartaraf etish. Algoritmlarni optimallashtirish usullari. Keraksiz operatsiyalarni olib tashlash orqali kodni soddalashtirish. Ma'lumotlar tuzilmalarini to'g'ri tanlash orqali xotiradan samarali foydalanish. Parallel hisoblashdan foydalanish orqali ishlash tezligini oshirish. Keshdan foydalanish orqali tez ishlatiladigan ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlash. Amaliy misollar. Algoritmlar kundalik hayotda. Yo'nalishni aniqlash uchun navigatsiya tizimlari. Onlayn do'konlarda tavsiyalarni shakllantirish algoritmlari. Ijtimoiy tarmoqlarda yangiliklar lentasini saralash algoritmlari.
qidiruv tizimlarida natijalarni tartibga solish algoritmlari. Xulosa: algoritmlarning kelajagi. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitishda algoritmlarning roli ortib bormoqda. Kvant kompyuterlar yangi algoritmik yechimlarni taqdim etishi mumkin. Algoritmlarni yaratish va optimallashtirish doimiy rivojlanishni talab etadi. Dasturchilar uchun algoritmik bilimlar muhim ahamiyatga ega. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.